Soat 23:47 Rossiya va Qozog'iston chegarasiga yetib keldik. Oldimda 40 dona mashina bor. Orqamda va 20 tacha mashina yetib keldi, xudo xolasa. Aytishlarcha bu o'chirishni emas, 2 soat vaqt o'tib ketamiz. Lekin Furrat akalar sizlarga sabr bersin. Sizlar 8 kilometr o'chib turib kelishinglarga iloji boricha salarkalar to'ldirib, issiqroq kiyinib, yegan bu narsa olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Chunki 2 sutka deyapti. 2 sutkani hisoblab olsanglar bo'ldi. To'g'risi bizni 2 soat vaqt kutyapti chegarada. Balon Center asaka. Biz 7 soat deganda Qozog'istonga o'tib oldik, xudo xolasa chegarani kesib. Bu tarafdan Qozog'istondan Rossiyaga ketish taraf 4 kilometr o'chib. Yengil mashina. Katta mashinalar 10 kilometr o'chibda turibdi. Iloji boricha hisob-kitobini olinglar. Yengil mashina 15 soat, 16 soatda chegarani kesib o'tyapti Rossiyaga. Deporti bor odamlar hushyor bo'linglar. Iloji boricha o'tmanglar. Qaytishinglarda umuman chiqarmaydi. Bitta sho'pirni baylab, keyin chiqarib yuboradi. Shuni hisob-kitob qilinglar. Yegani bu narsa olinglar. Ichkarida sizlarga hech kim ishlasa bermaydi. Biz kuzatishda davom etinglar. Balon Center asaka.